O'g'ri ham ikkita, bu tomonda bitta, bu tomonda bitta. Bu tomonga yem chiqib ketgan pastdan. Bitta qo'yimiz o'lib qoldi shunaqa g'ajib. Bu hurmatli obunachilar shaxsan biz emas. men uchun ham yangilik bo'ldi lekin. Katta qo'y boqarlardan, mol boqarlardan. Marosimlaring 3 kundan keyin yoki 5 kundan keyin bo'lsa ham bemalol telefon qilib, telefonlashib, zakolat tashlab, baraka qilib qo'yishlar, shu to'ylaring kuni olib boradigan joylaringga yetkazib olib borib berilaveradi. Uylar Birinchi ukolni qilmasa qo'y semirmaydi hech qachon. Assalomu alaykum, Ismoil Uz kanali obunachilar, chorva ishqibozlari, qo'zi qo'y ishqibozlar. Hurmatli obunachilar, bugun sizlar bilan chiroyli qo'y boqish sirlari haqida chiroyli mavzu qilib beraman. Akalar, xudo xolsa videoni o'tkazmasdan boshidan oxirigacha ko'rib turinglar, chunki tajribali ukalarimizdan birini qo'y firmasiga kelganmiz. Bu yerda shu 6 oydan bos boqilayotgan, yemlanayotgan qo'chqorlarimiz ikkita qo'rada. Xullas, ipidan ignasigacha deydi-yu, boshidan oxirigacha hamma ma'lumotlarni olib beraman. Xudo xolasa sizlar uchun manfaatli video bo'ladi. Qanday xatoliklarga yo'l qo'ymaslik kerak, qanday foydali ishlarni qilish kerak, nima bersangiz, nimasi foyda, nimasi ziyon. Xullas, akalar, xudo xolasa sizlar uchun manfaatli video bo'ladi. Vaqtlaringni ayamasdan shu xotirjam bo'lib o'tirib olib ko'rib bizga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariq qishloqda yashovchi jiyanimiz Abdujabbar akamiz. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar. Xudo xolasa uka, qo'y fermangiz uchun nimaiki o'sha bilgan ma'lumotlaringizni biz obunachilar uchun fikirdan ichkarigacha shunday ilinsangiz, bildirsangiz biz uchun foydali bo'ladi. Bo'ldi. Manfaatli bo'lsa bizga ham yaxshi. Xudo xolasa. Qo'ldan. Hop, nechta qo'y boqilyapti hozir bu yerda? Hozir bu yerda 15 ta qolgan qo'y. 15 ta. Hop, hurmatli obunachilar, ikkita qo'raga bo'lib qo'yilgan 15 ta qo'chqor. Qolgani asli ko'proq edi, qolgani bu. Ha, 40 tadan 15 ta qolgan. 15 ta qolgan. Endi sotilish jarayoni boshlangan akalar, sotib sekin shu holatda turibdi hozircha. 6 oy bo'ldi, tashiganimizga qo'yiladi hozircha. 6 oy. 6 oy davomida Abdujabbar, hop, 6 oy oldin endi qo'ziligida, bara qo'ziligida tashlangan, ha? Ha, qo'zidan shakka o'tayotgan qo'zilarni olganmiz. O'shanda 3,5 milliondan 3,5 milliondan sotib olingan. Ha, zinasht o'sha 10 oy atrofidagi qo'zilar bo'lgan. 10 oy shunaqa. Ha, 10 oy atrofidagi qo'zilar bo'lgan. O'sha akalar 10 oy atrofidagi qo'zilarimizni olib, o'sha mahalla 3,5 milliondan hozirgi holatni qarab ko'rganlar. Bular akalar 100 kilo oshib bo'lgan xudo xolasa, hozirgi paytdagi variantdagi. Hop, uka, shu davomida endi birinchi olib kelingan paytidan boshlaylik, birinchi qilingan ishlar. Birinchi olib kelganmiz, qo'ydan oldin maslahatim yem olib olish kerak. Kamida 5 tonna. 5 tonna yem olib kelib bosganmiz. Boshida quruq berdi yem. Hop, donasi shu har bittasi 200 grammdan yeb turgandi boshida. Boshida 200 Boshida quruq berdi yem, bug'doy. Bug'doy bilan arpa aralashtirib berdik. Quruq qarasak ko'p ketyapti ham. Keyin 3 oy boqqandan keyin sirazi qaynatib berishga o'tdik. 3 oydan keyin qaynatib berishni boshlandi. 10 kilo bug'doyingiz 15 kilo bo'ladi. Bizga ham yaxshi bo'lyapti. Qo'ylarni o'zgarishi ham tez. Qaynatib berilsa hazm bo'lishi ham yaxshi bo'ladi. Hazm bo'lishi ham yaxshi. Shunday. Xo'p, hurmatli obunachilar, gaplarga e'tibor qilayotganimizdan boshida quruq berilgan. Undan keyin 3 oydan keyin o'sha qaynatib berishga o'tilgan variantdagi qo'chqorlarimiz. Xo'p, Abdujabbar, keyin qarab aka. Bu yerda yana bitta masala ukol vaksinalari. Vaksinasini o'zimizni doktor akalar bor, to'g'risi doriga tushunmaymiz, lekin har bittasiga kerak bo'lsa xarajatdan qochmasdan qilish kerak. Vaksinasini iloji bo'lsa doktorga ko'rsatib. Birinchi ukolni qilmasa qo'y semirmaydi hech qachon. Birinchi ukollarni qildirib olib, keyin qo'y boqqan tashlash kerak, yemga tashlash kerak. Hurmatli obunachilar, men o'zim ham birinchi qiladigan ishim qo'y boqishda o'sha birinchi qo'zi olib kelib boqaman men ham. Qo'zini shu ichki tashqi parazitlarga birinchi emlashni qilaman, akalar. Keyin antibiotiklar bo'ladi, undan keyin sekin yemini bosib beraman. Men ham quruq berardim-ku, o'sha ertalab ekis, kechqurun ekis 400 gram o'sha qo'zilik mahallida. Siz qo'zilik mahallida qancha ekansizlarda? 200 grammdan boshlangan bu donasi. Keyin yarim kiloga chiqdi. Hozir mana 1 kilodan yeyapti bitta qo'y. Hozir bitta qo'y 1 kilodan yeydi. 1 kilodan. Hurmatli obunachilar, 1 kilo degani shu ertalab kechqurungacha shu 500 grammdan 1 kilo yeydi akalar. Shu tomoniga ahamiyat berasizlar. Bug'doyni qaynatib berilar ekan hozirgi kunda, lekin nima qilib yumshoq bo'lib ketganda. Xo'p, oxirida nimaga ortib qolyapti deganda sababi hozirgi kunda qo'ylar shu yetilib bo'lgan, ha? Qo'ylar yetilib ham bo'ldi, keyin
ozgina issiq, shuning uchun ham qo'ylar ishtahasi yo'qligi uchun Ha. tortilib turibdi qo'ylar. Sekin. Hop, lekin akalar o'zimizni uyimizda ham xuddi mana shu vaziyat. Yemdan yemgacha buni top-toza qilib qo'yadi. Keyingi hozir kechqurun beriladigan yemni haligacha buni yeb, bitta qo'ymasdan yeb tozalab qo'yadi. O'zimning qo'ylarim ham xuddi shu ahvolda, sekin-sekin qo'y katta bo'lgan sari sekin-sekin birdaniga yeb qo'yib, narzi ham to'yib qoladi-da. Hop, endi qarang. Bu yerda qo'yxona masalasiga ham bitta to'xtalaylik. Qo'yxona qurishda hozir ko'pchilik hamma fikrda. Biz ham xato qilganmiz. Xatolarimizdan biri taxtadan qildik. Mana 6 oyga yaramadi. Ko'rgan bo'lsangiz sindirib oldi. Mashallah, qachon chiqib olgan ekan. Maslahatim qildirsalaring temirdan yo betondan qildirishni maslahat beraman. Chiroyli qilib, anaqa yog'ochlar bo'lmaydi. Yog'och bo'lmaydi. Mana o'xir turibdi mana temir. Lekin taxtani 2 martadan rostlatdik, to'g'rilatdik. O'zimiz qildik-da. Ishlari ham sinib maqladi. Ozgina kami bor endi. Xudo xolasa, yangi partiyalar kelsa, bitta remont qilamiz. Endi u tomonda hozir bitayotgan joy bor, temirdan qildik. Obyekt bor, uni ham ko'rsatamiz, xudo xolasa. Ko'rsatamiz video davomida. Video davomida uni ham ko'rsatamiz. Xo'p, keyin Abjubbor qo'y boqishda siz tajribangizdan kelib chiqqan holda eng katta xatolikka qo'ygan yo'lingiz, eng katta misol uchun. O'tgan yili o'zimizda bo'ldi. Mana kabel chiqib ketgan tepasdan. Bitta qo'yimiz o'lib qoldi shunaqa g'ajib. To'kti g'ajib, oddiy misol. Shularga ahamiyat berish kerak. Keyin qo'yni nechta olsangiz ham 10 ta olasizmi? Masalan, bitta qo'raga 20 ta tashlaysiz. Bitta qo'ra olish kerak yo bitta qo'ra tashlash kerak boshida. Bo'lmasam suzishib bir-birini o'ldirib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun maslahatim o'zimiz boshimizdan o'tgan yil har oy bitta o'laveradi. Chunki har oy bitta qo'shib olganmiz-da qo'ydi. U yerdan bu yerdan olingan qo'ylar, bir joyda olingan. To'rtta olganmiz. O'zim Isuzu bilan bozorga chiqamiz, Sirchiqqa boshqa Qirg'izga o'tamiz. Shunaqa olib kelib, to'rtta qo'shganmiz. Suzish bir-birini o'ldirib qo'yganda, bir oyda bitta yo to'k ushlab qoldi bittasini shunaqa. Endi tajriba davomida bo'lgan xatoliklardan biri endi. Hurmatli obunachilar, shu davomida misol uchun o'zim ham ko'p aytaman, bir qo'ra bir en qo'chqor olish kerak. Mana bunday qilib, spokoysa qilib turish uchun bir qo'ra bir en qo'y olamiz. Mana misol uchun o'zimiz yaqqol guvoh bo'lib turibmiz, o'zi ham aytib turibdi, jiyanimiz ham. U joydan 4 ta, bu joydan 5 ta, qaydandir 2 ta, bitta qilib yig'ib, bundan oldingi partiyalarda, xudo xolasa partiyalar ko'p bo'lgan. Endi bu yil o'sha xatoliklar qilinmaganligi uchun mana xudo xolasa hammasi bir tekisda chiroyli bo'lib katta bo'ldi, yaxshi katta bo'ldi. Keyingi masala akalar to'kni joylashtirish masalasi ham, to'kni joylashtirish ham shu qo'yni og'ziga yetmaydigan anaqa joylar, kimdirlar bunaqa joyga qo'yadi akalar. Kimdirlar ana ko'chatini anaqa joyga qo'yadi. Qo'y oyoq bilan tikka turib, kabilda g'ajiganligi sababli bitta qo'yini mana to'kirib ham o'lib qolgan. Katta qo'ydi endi. Bu xato. Endi xudo xolasa biz obunachilar shunaqa xatolarga yo'l qo'ymaysiz degan umiddaman. Imkon boricha men uchun ham, sizlar uchun ham, barchamiz uchun chiroyli bitta life hack bo'ldi. Imkonni boricha xudo xolasa bir qo'ra bir em qo'y olsalaring yaxshi bo'laveradigan variant. Xo'p, yem berish jarayonlarida eng yaxshi effekt bergan yem. Yemimiz shu. Biz faqat arpa berdik, bug'doy. Arpa bug'doy, Bug'doy. Hop, quruq bergan afzalmi yo qaynatib? Endi quruq bersa go'shi o'ta qattiq bo'ladi, nima deydi? To'lishgan bo'ladi-da. Lekin bunda tez yetiladi, bunda ham yaxshi. Hazm bo'lishi tez bo'ladi. Yog'liroq bo'ladi, nozil. Hazmliroq ham bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin. Hurmatli obunachilar, hazm bo'lishi jarayonlari zo'r bo'ladi. Qaynat men uchun ham, o'zim uchun ham qaynatib bergan ma'qul. Keyin suvni ko'ryapman, yonida mana kran turibdi, lekin kranda emas, magadir suv bo'yiqa. Bu toza suv bermaymiz. Vodoprovod suvi. Chunki hazm bo'lish qiyin bo'ladi vodoprovodda, mikro boshqa o'zining vitaminlari yetarlicha bo'lmaydi. Обязательно ariqdan olib chiqib beramiz. Ilojim bor. Ariq suv bergan hazm bo'lishi oson bo'ladi ovqat. Voy mashallah. Bu hurmatli obunachilar shaxsan biz emas. Men uchun ham yangilik bo'ldi lekin. Katta qo'y boqarlardan, mol boqarlardan. Tavsiya qilinganligi uchun o'sha urganib sizlar ham misol uchun tayyor yonida kran turgan, kran suvini bermasdan mana ariq suvidan foydalanadi, sug'orish uchun.
Hurmatli obunachilar, shu fikrga sizlar ham qanaqa fikrlarni qoldirasizlar, o'zlaringni izohlarda fikrlarni qoldirib berasizlar, xudo xolasa, imkoniyat bo'lsa, yo'llaringda ariqlar yoki zakarlar oqqan bo'lsa, o'sha ariq zakardan sug'organ yaxshimi-yu yoki krant va daprot suvdan berganlaring ma'qulmi? Kimga qaysi qulay? Shu to'g'risida ham sizlar ham bitta o'zlaringiz fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Keyin hozirgi kunda boqayotgan obunachilarimiz ham ko'p. O'zlaringda fikrlaring, mulohazalaring, dori-darmonlar haqida o'zlaringning fikrlaring bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozsalaring, xullas Ismoil Uz kanali obunachilari bir-birlaring bilan tajriba almashasizlar. Shu kommentariya orqali o'qib, ko'rib, bilmagansa, misol uchun o'zim ham ko'p narsani kommentariya orqali o'qib bilib olaman-da akalar. O'shaning uchun sizlar ham o'zlaringiz fikrlaringni, bilgan narsalaringni yashirmaslik kerak. Bilgan yaxshi, manfaatli, foydali narsalaring bo'lsa, qo'y boqish bo'yicha sir-sinoatlaring bo'lsa, qaysidir yo'nalishlar sizlar uchun yengilroq, arzonroq tushayotgan bo'lsa, tez yetilayotgan bo'lsa, shunaqa yo'nalishlar bo'lsa, aytib o'tib ketinglar. Keyin ukol vaksinalari to'g'risida ham kommentariyaga bir qator o'zlaring fikrlarini qoldirib ketsin. Akalar, yangi qurilayotgan qo'yxona ham bor ekan, shuni ham bitta ko'rsatib obzor qilib o'tib ketaylik. Vaqtinchalik qo'ramiz, e'tibor qilmaysizlar. Endi bu buzilib ketadi endi. Kelasiz.